Assalomu alaykum. Bugun 2026-yil 21-may. Asalarilarimizga kanasiga qarshi lenta qo'yib chiqyapmiz. Shu o'tgan safargi Fuluva Mall degan lentadan har bitta uyaga yarimtadan asalarilarimiz ishlashi yaxshi. O'tgan safargi Fuluva Mall'da qo'yganimizdan so'ng asalarilarimizda erkak arilar to'kildi. Yosh arilardan ham ozroq to'kildi. Urib qo'yishiga ham 1 kun, 2 kun ozroq ta'sir qildi. Xohlaymizmi yo'qmi, baribir preparat dozani kuchaytirib yubormasdan shu yarimtadan qo'yyapmiz. Profilaktika sifatida arimizga kana bosib yoki kana tushib ketgani yo'q. Shuning uchun mumparda beryapmiz. Mana roliklarni olib kelib qo'yganmiz. Orqada mumpardalar. Asalariimizda hozir oblyot qilyapti. Bola uchiryapti, ishlayapti. Deyarli hammasi yaxshi holatda ishlashyapti. Gulchan kelyapti. Asalarilarimizga kecha yomg'ir yog'di, yomg'irdan keyin endi gulchanlarimiz kelib boshlagan. Mana Fuluva 0 ekan. Shu preparatimiz reklama qilish emas, o'zimizda asalarilarga qo'yib boshladik. Endi ozroqdan keyin erkak arilar to'kilib boshlaydi. Xolos. Masalarni ishlayapti. Eskisini olib tashlaymiz. Adashmasam shu 10-15 kunlar bo'ldi. Mana bu uyalarga qo'yildi. Olib daladan shira kelish sal to'xtab qolgan. Mana yarimtadan yirtib 6 romkali uya bo'lsa, shuni o'rtasiga qo'ylyapti, rasplotga yaqinroq qilib. Ozgina sirop berishga to'g'ri kelyapti, chunki mumparda beryapmiz. Dalada ham shira beradigan o'simliklar hozir yomg'ir sababli bunga ham hozir lenta berib o'tamiz. Mana bunaqa 3 xonali yashiklarimizdan to'lib qolgan. Bitta rasplotni olyapmiz. 2 xonali uyalarga berib bunga mumparda beryapmiz. Mumparda berganimizdan keyin ozroq shira beramiz. Sabab tezroq tortib bunga ishlashi uchun. Oldin bu ari 6 romkali bo'lgan, mana shu yerda turgan bo'lgan. Shuning uchun o'rtasiga 3 romka qilib berganmiz. Endi oldindan keyin bitta romka qo'shilgan mana. Bu romkani ham olqartirib ishlab qo'yibdi. Endi buni hozir ko'rib chiqamizda. Eski lentasini tagiga tashlab qo'ysak ham bo'ladi. Lekin shu 10-15 kundan o'tdi, biz tashlab yuboramiz. Mana shunaqa qo'yib olganmiz. Cho'pakka ildirib ikkiga bo'lib mana keskich bilan qo'yib chiqyapmiz. Meninuklesimizda arilar, ona arilari olindi. Ertadan keyin xudo xolasa g'umbak beramiz ularga. Nukleslarimizga g'umbak berib chiqamiz. Keyin buni razmerini so'rashyapti. Buni razmerini to'shnisini nechiga nechi men ham qiziqib o'lchab ko'rmaganman. Shu sotuvda bor abishni nimalardan obzor qiling, Beshariqdan so'rashibdi. Undan keyin muxlisizman, men nuklesni obzor qiling deganlarga obzor qilaman. Ikkita tarafida karmushkasi bor. Buni bir tarafini karmushkalik, bir tarafini setkalik, bir tarafini
tunikali qilib turib ichiga kandi bossak ham bo'ladi. Bahor paytlarida siropni yaxshi ola olmaslik uchun kandi bersak ham bo'ladi. Bizga endi zakasimizga binoan shunday tayyorlangan. Namanganda Solimxon degan usta yasab bergan. Zakasi juda ko'pligi uchun bu yil ozroq kechikdi. Endi bu yildan keyinga zakas bersak, xudo xolasa sal ertaroq. Ikki tarafiga sirop quyiladi. Mana romkalari. Mana hozir bu onarisi yo'q. Yetim holatda turibdi. Mana g'umbaklar cho'zib qo'ygan o'zidan. Biz bu g'umbaklarni buzib tashlaymiz. Onari g'umbaklari. Agar bu g'umbakdan chiqaradigan bo'lsak, F3, F4 keyingi anolar bo'lib ketaveradi-da, nasllar. Bizda hozir F1 matka bor, F2 chiqarishimiz uchun o'sha F1 dan olishimiz kerak. Shuning uchun o'zidan chiqqan g'umbagini yulib tashlaymiz-da. Yulib tashab, o'sha F1 matkamizdan F2 matka olish uchun bunga ekamiz. Ham bu o'zi chiqargandan u ertaroq chiqadi. O'sha uyamizni erkaklarlar bilan urishmaslikka harakat qilamiz. Shu, mana buni tomida hech qanday demaxoti yo'q. Yaxshi. Mana bu setkachasi. Mana hozir uchib kirish teshiga qo'yganmiz. Buni ko'chirmoqchi bo'lsa, mana bu setkali joyiga qo'yib qo'yasiz. Agar yo'q, kattaroq bo'lsin desangiz, mana bu yerga bizga faqat ishchari kirib chiqsin desa, mana bu holatga qo'yib qo'ysa, ishcharilar faqat o'zlari kiradi. Bunisiga hech ham qo'yib ko'rmaganmiz. Hozir arilar ham hayron bo'lyapti. Mana ko'ramiz, ana ishcharilarning o'zi kirar ekan. Biz ham sinab ko'rdik. Faqat ishchari kiradi. Bunga erkagari kira olmaydi ham, erkagari onari chiqa olmaydi ham. Hozir endi buni qaytarib qo'yamiz joyiga. Odatiy holga qaytarib. To'rt tarafi to'rt xil rangda. Biri-biridan 1,5 metr masofa uzoqlikda qo'yganmiz. Hech qaysi onari bundan bir-biriga o'tgani yo'q. Har tarafi har xil rangda ekan. Mana ko'k, sariq qilib uchib kirish tishlari ham mana busini o'zi ham yaxshigina 6000 so'm turadi. Bitta uyaga 25 ming so'mlik mana shunaqa kesetga ketar ekan. Ikkitadan rom, ichiga ma'lum miqdorda ari solinadi. Onari g'umbagi yoki tayyor onari solib qo'yib belgilangan kunda o'zi ochib chiqib, urchib, urug'lanib keladi. Mana bu o'rtalarini olib tashlash mumkin. Olib tashab, mana bu uyamizda adashmasam shunday bo'lishi kerak. Mana olib tashlab katta bir oila qilganmiz. Mana hozir 2, 3, 6 ta romkada mana shu yerda arilar ishlab yuribdi. Xohlasak mana buni ham chiqarib tashlasak 8 rom bo'ladi. Masalan, qishlashga o'rtasidagilarni olib tashlab bitta mana shunda ona ari, zapas ona ari, zaxira ona ari qilib chiqarsak ham bo'ladi. Bittasi qishlab bemalol yurishi mumkin. Mana shu nukleysimizda. Buni to'shni razmeri nechiligini bilmayman. Adashmasam shu 35 ga 35. Eni balandligi 15 cm. Mana bunaqasiga haligi примерно shunday o'lchab aytyapman. Qarchim 20 cm. Mana 20, bu yoq 15. Bu yog'i ham 20, bu yoq 15. 35 ga 35 ekan. Hop, balandligi 15 cm. Mana o'rtadagi to'siqlar. Ikkita uyanikini olib bitta qilganmiz. Shunaqa. Nukleyislarimiz. Bundan chiqqan arilarni oldingi videolarda aytganimizdek nazoratda ishlatyapmiz. Bu yil qanday ishlayapti? Hammasini xudo xolisa ko'rsatib boramiz. Masalalar avji zo'r ishlashyapti. Ko'z tegmasin.
shunaqa. Sog' bo'lasizlar. Mini nukleusni qo'limizdan kelgancha obzor qildik. Razmerlari, boshqalari bo'yicha ham. Keyin 4 ta teshigi 4 tarafda. Endi kimdir buni qo'lda yasamoqchi bo'lyapti-da. 4 ta teshigi 4 tarafda bo'lgandan keyin mana bu yerda teshigi, mana bu bitta narigi uyani dimoxodni teshigi. O'shini hisobiga mana bu tarafda mana 1, 2, 3 ta havo kirish teshigi bor. Asallarni ko'chirayotgan paytingizda buni bekitib qo'yasiz. Mana bu joyini bekitib qo'yasiz, setkali qismiga qo'yib. Mana bu yerda. Orqa tarafdan mana bunaqa yerdan havo kirishi mumkin. Mana bu yerdan ham havo kiradi va bu yerdan mana bu yerdan isigan havo chiqib ketadi. Ko'chirayotganda bu juda yaxshi, boshqa yerga olib o'tishingiz kichkinalik uchun yengil mashinada ham ko'chirsangiz bo'ladi. Narxi 250 ming so'mga tayyor bo'lgan. Ichiga mumparda qo'yib asallarga berilgan. Shunaqa. Yaxshi, ishlashga qulay. Hozir opitni asalarcha bo'lsa ishlatsa bo'ladi. Bo'lmasa bildan keyingi buni ham eslatib o'tsangiz kommentariyada va xolisa qanday tayyorlanadi, nima qilinadi hammasini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalda yangilar obuna bo'lib, kanalimizning rivoji uchun like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar. Bundan keyin qiziqarli videolarimiz chiqadi, xudo xolasa.